2025-yilda ikkinchi etajimga nima qilay deb yurgan akalar diqqatiga. Mana mana yerga ikkinchi etajiga bu yoqlarda ham bor. Palistра steshga qo'yganmiz. Xo'p, manzilimizni aytib o'tsak, Andijon Baliqchi tumani Shamshko'l qishlog'ida bo'lyapti bu video. Xo'p, bu Palistра lomboz salaynan bo'laveradi. Palistra steshga, xullas issiq steshga bu. Shu yerga qalinligi chista 10 sm qilib, uruvinga lazer otib, ipga tekizlab berdik. Mana juda chiroyli qilib. Ikkinchi etajga ham bu issiq bo'ladi. Yurgani zo'r, mana ko'rishingiz mumkin. Juda qalin 10 sm. Sakrasalar ham bet amortizatsiya bermaydi. Juda zo'r holatda chiqdi. Xo'p, bu steshkani kvadratini 80 mm qo'yib berdik. Chunki qalinligi chista 10-12 sm joylari ham bor buni. Shuni hisobiga 80 mm qo'yib berdik. Bu xona, keyingi xona, mana to'g'ridagi ikkita xonaga ham quyilgan. Jami 70 kvadratga qo'yib berdik. Mana shunaqa chiroyli qilib bugun tugatdik. Bu steshga quyilganiga xonani quyganimizga 3 kun bo'lgan. Hali to'liq qurgani yo'q. Mana ko'rib turibsizlar, o'shanda ham qattiqliklarini. Bu sizlarga poldan arzon tushadi. Polni hozir 50 mingdan kvadratini olib, 20 ming, 30 mingdan qoqtirib, uni ichiga topli pol nimalarni olgandan vatalardi. Bu mana issiq steshga, mana ushasangiz ham mana issiq turadi bu, oyog'ingiz tagidan muzday urmaydi. Buni tomga ham qilinaveradi, mana shunaqa ikkinchi etajda tomlariga, birinchi etajda. Hop, plitani ustiga desalar, uni ustiga ham bosilaveradi. Pastga polni hozir polni ko'mib tashab steshga qilinyapti. O'sha steshkani o'rniga ham qilib beraveramiz. Mana shunaqa holatlarda. Qalinliklari 5 sm bo'lsa 50 mingdan to 10 sm 80 minggacha ketaveradi. Xo'p, shunaqa ishlar kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Xizmatdamiz, chiroyli qilib mana shunaqa. Buni ichiga xo'p, nima qo'shiladi deganlarga, ezdo simala qo'shiladi, fibra volokno qo'shiladi, sement, qum va polistirol, o'zini polistiroli. Mana. Buni sichqon kalam tushmaydi, chunki fibra voloknosi bor. O'sha mana ustullarda yaqin ko'rsatadigan bijir-bijir bo'lib chiqayotibdi. Bemalol qo'rqmasdan qildiraverasizlar. O'tda yonmaydi, suvda cho'kmaydi. Havoda o'tkazadi, bemalol havo o'tkazadi. Erta to'sinlarning boshqa narsa chirib ketmaydi. Mana shunaqa aloqaga chiqaverasizlar.